Agar siz oshxona mebel zakaz qilgan bo'lsangiz, unda bu videoni ko'rmaguncha zakaz qilmang. Chunki men sizga 2026-yilda trendiy yechimlarni ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz o'zingiz oshxonangizni yanada funksional qilishga erishasiz. Ketdi. Agar sizni oldingi oshxonangizda siz posudalarni yoningizda qo'yib qo'yib, stoleshniца ustida yoki tepadagi sushilkada saqlagan bo'lsangiz, siz bilasiz muammoni. Qo'lingizni cho'zganingizda nima bo'ladi? Mana bu yerdan suv oqadi. Unga zo'r yechim qilingan. Hozir mana bunaqa mexanizmlar bor. Bu mexanizmda siz hamma posudalarni saqlasangiz bo'ladi. Tagida обязательно poddoni bor, suv yig'adigan. Suv mana mebelingizga tushmaydi va ishlashi juda ham yumshoq. Oldingi mexanizmlar qattiq ishlagandir, lekin hozirgilari juda ham yumshoq tushadi. Siz mana bu yerda tasavvur qiling, narsa yudis, keyin uni qo'yish kerak. Siz bunday cho'zilmaysizda, shunda olib turib oldingizga taxlab qo'yasiz. Hammasi birinchidan akkuratli turadi. Bu suv chustor material, nержавейка, bu suvdan qo'rqmaydi. Tepada mana saqlasangiz bo'ladi har xil krujkalarni yoki boshqa narsalarni va albatta vilka qo'shilgan joy bor. Endi siz o'ylashingiz mumkin, men agar bunga ko'p narsa qo'yib qo'ysam, ko'tarish qiyin bo'ladi deb. Lekin unaqa emas. Shunda mana ikkita barmoqda ko'tarsangiz tepaga chiqib ketadi. Chunki buni mexanizmlarni regulirovka qilsa bo'ladi. Bu yerda necha kilo ves bo'lganiga qarab turib, buni qattiqroq yoki yumshoqroq ishlatsa bo'ladi. Va bu mexanizm sizga ko'tarishga yordam beradi. Endi siz aytishingiz mumkin, menda boshqacha oshxona, menda tepada umuman joy yo'q deydigan bo'lsangiz, unda ikkinchi yechimga o'tamiz. Bu pastki sushilka. Ikkinchi yechim posudalarni, ya'ni tarelkalarni, mana stoleshnicani ustida saqlamaslik uchun tortmada ham saqlasa bo'ladi. Keling, men sizga ko'rsatib beraman, u qanaqa bo'ladi. Shuni tortmani ochsangiz, sizda hamma narsa akkuratli turgan bo'ladi. Bu yoqda mana narsa yudis deb, keyin olib turib, bu yoqqa qo'yib qo'yaverasiz. Bu yerda har xil narsa uchun joylar bor. Ya'ni vilka qoshiq, pichoq, mana bunaqa tarelkalarga, katta tarelkalarga ham spesialniy joy bor. Bu yoqda shunday yursangiz, tegidini ham ko'rsataman. Pilalarni bu yoqda saqlasangiz bo'ladi, krujkalarni ayoqda. Hammasi uchun o'zini joyi bor. Va eng asosiysi mana bu tegidagi poddonlar bular olinadi. Hozir olib ko'rsatib beraman. Agar o'tda suv yig'ilsa to'kib olish uchun va kerak bo'lsa yuvib olish uchun ham buni mana shunaqa yechsangiz bo'ladi. Mana qarang. Shunday bemalol olasiz va buni bemalol yuvsangiz bo'ladi, chunki bu suvga chidamli plastik. Bu ikkinchi yechim edi. Endi uchinchi yechimga o'tamiz. U вообще sizni miyangizni portlatib yuboradi. Qarang, shunday bossangiz o'zi tushib keladi. Buni sensorli knopkasi bor, butun uzunligiga tushgan. Siz любой joydan bosadigan bo'lsangiz, bu mashinaga tushib beradi. Endi bu nimaga kerak etsangiz, bu yerda har xil tuz, murch yoki boshqa narsalarni saqlaydigan bo'lsangiz, mana bu yerda ishlayapsiz, ovqat qilyapsiz, kerakli payt shunda olib, narsalarni solib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu tepadagi narsani sizni рабочий zonangizga tushirib beradi. Qarang qanday yechim. Endi siz o'ylashingiz mumkin, bu narsani agar pastda bu narsam bo'lsa, sindirib yuboradi-ku deb. Keling tekshirib ko'ramiz. Mana oson sinadigan narsa. Mexanizm tagida nimadir borligini sezgandan keyin o'zi tepaga chiqib ketadi. Agar sizni даже qo'lingiz qolib ketadigan bo'lsa ham, hozir mana ko'rsatib beraman. Qo'lingizni qisib olmaydi va orqaga qaytib ketadi. Mana. Mana o'zi orqaga qaytib ketadi. Hammasi o'ylangan. Bu mexanizmga 3 yil garantiya beriladi. Endi 4-yechim. 4-yechim hozirgi ko'rgan mexanizmingizni mexanik varianti. Ya'ni qo'lda tushirasiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa spetsiyalarni yoki boshqa narsani saqlasangiz bo'ladi. Рабочий zonaga juda ham yaqin, kerakli narsani olib ishlatsangiz bo'ladi. Bu ayniqsa zo'r qachonki buni oshxonani ishlatadigan odamni bo'yi unaqa baland bo'lmasa yoki ana bu tepadagi ko'rib bor-ku, mebel, o'sha baland joylashgan bo'lsa. O'shanda siz tepadagi narsani oldingizga tushirib olasiz va ishlatish yanada qulay bo'ladi. Hech qanaqa qanday stulchik olib kelib qo'yib, uni ustiga chiqib cho'zilishi shart emas. Hamma narsa sizni oldingizga tushib keladi. Qarang qanchalik qulay. O'zini demferi bor, ya'ni sekin tushib beradi va ko'targaningizda ham o'zini sekin ko'tarib oladi. Mana bu temirga e'tibor bering. Bu ikkita taraf o'ynab ketmasligi uchun qilingan. Ya'ni bu jo'stkost beradi, qattiqlik beradi. O'zini ruchkalari bor va mexanizmlari regulirovkali. Navbat 5-yechimga. Bilasiz, oshxonaga qancha ko'p joy bo'lsa, shuncha yaxshi. Mana mexanizmni qarang. Buni o'rniga prosta polka qilib qo'ysangiz ham bo'lardi. Prosta polkalar bo'lardi, lekin bitta narsasi bor, buni polkadan yaxshiroq.
shunday aylantirasizda kerakli narsani bemalol olib olasiz. Hech qanaqa bunday cho'zilishlar yo'q. Nimadir bormikin, yo'qmikin degan narsa sizda bunaqa savol bo'lmaydi. Chunki agar prosta polka bo'lsa, siz orqadagi narsani ko'rmaysiz. Orqadagi narsani olish uchun birinchi oldini olib turib, keyin orqadan olasiz. Bu yerda shunday aylantirasiz. Kerakli narsani olib olasiz. Keyin mana shunaqa o'zingizni funksional bo'yicha bo'lib olsangiz bo'ladi. Qarang, mana ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda krupalar, bu yerda choylar va hokazo. Har bitta polka 8 kilogacha ko'taradi. Bu juda ham katta vес va bu polkalarni baland-past qilsangiz bo'ladi. Chunki siz bu yerda har xil narsa saqlashingiz mumkin. Balandroq yoki pastroq e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda joy kamroq, bu yerda joy ko'proq. Bu spesialniy qilingan, shuni ko'rsatib berish uchun. Tegidagi покрытияsi antiskользящий покрытие, narsalaringiz yiqilib tushmaydi. Va qarang, qanchalik chiroyli turadi. Shunda ochganingizda sirazu bilasiz, uyda nima bor, nima qolmagan, nimadan sotib olish kerak. Shunday yopsangiz, o'zi sekin yopiladi. Endi keyingi yechimga o'tamiz. Bu universal tortmalar. Biz bularni atidan to'ldirmaganmiz, chunki buni hamma har xil ishlatadi. Bu tortmani ko'pincha butilkalarga ishlatishadi. Mana qarang, taxtadagi, ya'ni yog'ochli o'zini vstavkalari bor. Har bitta organizer mana o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Antiskользящий покрытие bu yerda ham sirpanmaydigan. Shunday yopsangiz, o'zi sekin yopiladi. Buni chiqarish ham oson. Tagida ruchkasi bor, chiqarish uchun to'liq chiqadi. Bemalol ustida dostуп bo'ladi. Mana ma'mulasini tagida e'tibor bersangiz, bakallar uchun tushadigan joyi bor. Bakallarni mashta saqlasangiz bo'ladi. Tepaga ham bakallar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz. Mana bu tortmani bitta ko'ring. Buni yog'och vstavkalar bor va alyumin o'zini konteynerlari bo'ladi, komplekt. Buni ko'rsangiz bo'ladi. Buni ham ichiga narsalar saqlasangiz bo'ladi. To'kilib ketmaydigan narsalarni. To'kilib ketishini xohlamagan narsalaringizni. Mana bu juda ham universal organizer. Nega desangiz, buni xohlaganingizcha nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizga kerakli uzunlikda. Bu yerda vilka, qoshuv saqlashga bu organizer вообще zo'r variant. Mana. O'zingizga to'g'rilab olasiz. To'g'rilash ham juda ham oson, hech qanaqa atyorka shart emas. Keyin mana shu hamma tortmalarni bunday alyuminiy rama bilan yopib qo'ysangiz, qarang, qanchalik chiroyli turadi. Ha, aytgancha, agar oddiy ochiladigan fasad qo'ysangiz ham, ya'ni bunaqa petlyali, bu tortmalar bemalol chiqib keladi, chunki shuni hisobga olingan. Va siz shunaqa bitta yaxlit oyna qo'yarsiz yoki bitta yaxlit eshik qo'yarsiz bo'ladi. Endi navbat keyingi yechimga. Mana bu yechim, agar sizda burchi oshxona bo'lsa, обязательно bo'lishi shart. Nega desangiz, agar bu yerda buni mamtamnoy mebel ketgan deb hisoblaydigan bo'lsak, hozir videoda qo'yib yuboramiz shunaqa burchi oshxonalarni. Ichkaridagi narsani olish uchun men nima qilishim kerak agar bu mexanizm bo'lmasa? Men birinchi mana bu narsalarni olaman, keyin ichkaridagi narsaga bunday ichkariga kirib olaman. Bundan ko'ra nima yechim bor? Shundan chiqazaman. Mana bu saro korobkani qarang. Bemalol ola olaman. Mana bu narsalarni olishim shart emas, bular joyida turaveradi. Men kerakli narsani o'zimga eng ichkaridan ham bemalol tortib ola olaman. Bu burchi mexanizm обязательно qo'yish kerak agar sizda burchi oshxona bo'ladigan bo'lsa. Bu har kunlik ishlatishni qulay qiladi. Tasavvur qiling, pastda u burchi joylashgan, siz buni egilib, orqangizni ortib, uni yosh, katta odam ishlatishi mumkin. Ayollar qiynalishadi. Shuning uchun mana shunaqa qulay yechimlardan ularga qo'yib bersangiz, maza qilib ishlatishadi. Buni qarang, shunday yumshoq ishlaydi. Yumshoq chiqadi va yumshoq kiradi. O'zini demperlari, sekin yopiladigan mexanizmlari bor. Navbatdagi yechim. 8-mexanizm bu kargo. Bash kargo haqida gapiradi deb o'yladinglar? Yo'q, bu juda ham oddiy variant, hozir bundan zo'rlari chiqib ketgan. Mana bu kargo universal hisoblanadi, ya'ni bu yerda polkalarni yurg'izib, tegli narsani olsangiz bo'ladi. Bu yerda alyumin, qarang, rangiga bitta e'tibor bering. Antratsit rangda ishlangan, почти любой kuxnyaga, любой oshxonaga tushib ketadi. Har xil narsalarni bu yerda saqlasangiz bo'ladi. Mamtlari ham keng qilib ishlangan. Ikkinchi variant bu узкий spetsializatsiyali kargo, ya'ni bu yerda o'zini yecheykalar bor. Mana taxtakachga joy spetsialniy. Bu yoqda pichoqlarni saqlasangiz bo'ladi. Mana qoshuv yelkalarni hammasini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Teglarida ham seksiyalar bor. U yerda ham narsa saqlasangiz bo'ladi. Bu kargo polniy chiqadigani, ya'ni oxirigacha chiqadi va sekin yopiladi. Nostandart eni bo'lsa, nostandart shirina mana 45 santimetrli variant. Xuddi boyagi ko'rgan kargoyingizni eniga shirokisi. Mana qarang, qancha narsa sig'adi. Bu yerda mana
kerak bo'lsa masla ham saqlasangiz bo'ladi. Ya'ni yog'ni, spetsiyalarni, hamma kerakli narsalarni siz bu ishlayotganingizda shuni bitta ochib qo'yasiz, hamma kerakli narsa oldingizda. Qarang qanchalik qulay. Shunday yurib olsangiz, o'zi sekin yopiladi. Endi keyingi mexanizmga o'tamiz. Endi sizlarga organizerlarni yangisini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Qarang, bu tarafdan boshlayman. Bu yerda taxtali organizerlar. Bu organizerlar spesialniy propitka bilan qilingan, ya'ni suvga chidamli. Qarang qanchalik chiroyli. Вообще zo'r ishlangan. Ideal qilib ishlangan desa ham bo'ladi. Mana bu yerda har xil pichoqlarni saqlasangiz bo'ladi. Kattaroq, kichkinaroq, spetsiyalarga spesialniy organizer, universalniy organizer, mana bu alyuminiy vstavkasiga bitta qaranglar, qanchalik chiroyli ko'rinadi. Va har xil variantlari buni bor. Endi keling alyuminiy variantiga o'tamiz. Uni nima yaxshi tarafi bor desangiz, birinchidan bu suvdan umuman qo'rqmaydi. Har bitta latoka plastikdan ishlangan. Buni bemalol olib yuvsangiz bo'ladi. Va eng zo'ri, qarang. Bu organizerlarni siz xohlaganingizcha kattalashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni bular universal hisoblanganligi uchun shunday kelib bir-biriga bunday kiygizib qo'ysa bo'ladi. Bunday olasiz, osonlik bilan kiygizib qo'yasiz. Tortmangiz eni kattaroq bo'lsa ko'proq, kamroq bo'lsa kamroq qilsangiz bo'ladi. Xohlaganingizcha buni regulirovka qila olasiz. Mana o'zingizga kerakli rastayanida bunday to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. O'zini spesialniy latoklari bor, ularni ham solib qo'ysa bo'ladi. Agar sizda bu yerda saqlanadigan narsa ho'l bo'ladigan bo'lsa, unda latoklar bilan qo'yish tavsiya etiladi. Agar quruq bo'lsa, unda shunday qoldirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni tortmani o'ziga qo'ysa ham bo'ladi. Mana qarang, qanchalik chiroyli chiqadi. Mana bu taxtali, bu alyuminiy. Endi eng oxirgi yechimga o'tamiz. Eng oxirgi yechim bu musorchilik. Bu oddiy musorchiliklardan farqi nimada desangiz, buni qopqog'i ichkarida qolib ketadi. Ya'ni siz shunday fasadni ochganingizda sizga tayyor tashlashga qulay bo'lib turadi. Siz musorlarni bemalol tashlab yuborsangiz bo'ladi. Buni e'tibor bersangiz, o'zining ruchkasi bor. Bu degani siz buni olishingiz oson. Va siz bunga paket taqib qo'ysangiz bo'ladi. Чтобы buni ichidagi narsalarni olish osonroq bo'lishi uchun. Chunki bizning uyda ham shu paket qo'yib qo'yamiz. Ichiga keyin musor tashlaymiz. Bu musorchilik 14 litrga mo'ljallangan, plastikdan qilingan va siz yopganingizda ana ichkaridagi qopqog'i bor, ustiga tushadi va ortiqcha hidlarni oldini oladi. Ya'ni siz ishini yopganingizda ichida musor bo'ladigan bo'lsa, o'tdan hid chiqmaydi. Chunki ichkaridagi qopqoq shunday yopiladi, ya'ni o'rni kirdi, qopqoq yopib qo'yadi va ortiqcha hidni chiqarishini oldini oladi. Bu oshxona uchun 10 ta yechim edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, unda like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va albatta bizga obuna bo'lib qo'ying, chunki keyingi video garderob xonasi haqida bo'ladi va biz garderob haqida gapirib beramiz. Obuna bo'ling.